Azamat ol. Stoboni ne ishlatish kerak? 1050 ta ilish kerak, jo'rajon. Bu. Bitta shiringina loy tayyorlab kelgin. Qo'lim bo'y ustalar ham ishlaydi-ku. Adashimmanmi deyman, bular ishlamaydi. Usta bu qandoq? Og'zingizga yangoq. Holmurob, nima qilyapsan? O'ynayman. Bor uyga o'ynaysan. Usta bu xafa bo'lishmamasa, ertadan bizni uyga o'taverasiz ishga. Yo, jo'rajon. Endi 50 ming dollar pul bersangiz ham biz uyingizga ishlamaymiz. Usta bu avans. Yo'q-e? Oldindan. Ha. Azamat bo'ldi. Narsalarni yig'ishtirgin, ertadan bu to'ylarga ishlaymiz. Choy poylat qilaylik. Gap tamom, всё. Usta bu zakazchi. Bu zakaz ko'tara olgan-ku biz. Har kun 2 soat qilib ketaveramiz. Bilinmaydi. Ko'tar bu ishni, ketdik. Yig'ishtir. Usta bu mana shu yerda tekislab, chiroyli qilib siyashga qilib berishingiz kerak. Tamom. Bu ishlar bizga cho't emas. Chirpiraq qilib onasini emdirib tashlaymiz. Pulidan xavotir olmang. Aniqmi? Aniq. 50 xalta sement, 50 xalta albastir. Albatta nima kerak? Siz ustom, biz ustom. Biz bilmasak gapirmaymiz, aka. Boring olib keling, men ishagim kelyapti, ye. Men bekor o'tdim, ye. Menga jang bering. Azamat, bitta yaqtak kola ayt jo'ra.